Ganga Morojniy tepasidagi mana shu domdan 3 xonali 72 kvadratli umuman remonti yo'q, bez remont uyimizni bitta obzor qilib ko'ramiz. Ganga Morojniy shunday tepasi, most tanidinglar, bu yoq tomon Abayga ketiladigan tomon Aliya. Endi uyimizni ichini ko'ramiz. Uyimiz bez remont holatda, remontiga e'tibor bermaysizlar, sabab oladigan odamni o'zi remont qilib oladi. Mana bu tomondan ham bitta ko'rsatdi. Zalimiz katta, ko'ryapsizlar, 5 ga 6 lik zaldan. Zaldan chiqishingizdan o'ng tomonda vannasi, bu ikkinchi xonasi, bu uchinchi xonasi. Qaranglar, bitta manzara ko'rsataman sizlarga. Tashkent City shunday ko'rinib turibdi. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu yoq tomon sirk, xullas lokatsiya bomba joyda. Bu prixoshkasi, podyezddan kirishingizda mana shunaqa katta prixoshka. Bu yoqlarni ko'rsatdim. Bu yerda hojatxona, to'g'rida kuxnyasi. Mana yana bir bor joyini ko'rsatib qo'yaman, mana ko'rishinglar mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, 3 xona, 9 qavatli domni 9-qavatida joylashgan. Yuqori qavatda yaxshi ko'radigan mijozlar uchun joyimiz ideal joyda joylashgan. Uy endi remontiga e'tibor bermaysizlar, sabab oladigan odamni o'zi remont qilib oladi. Narxiga keladigan bo'lsa $78,000 so'rovimizni bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqsanglar bo'laveradi.